Assalomu alaykum. Bugungi videoyimizda Hadicha Sulaymonova nomini abadiylashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan amalga oshirilgan ishlar haqida gaplashib o'tamiz. 1950-yil 30-dekabr Toshkent ilmiy-tadqiqot kriminalistika laboratoriyasi tashkil etilgan va 1951-yil 1-iyun kunidan faoliyat yurita boshlagan. Dastlab laboratoriyada sud xatshunoslik va texnik kriminalistik ekspertizalarning alohida turlari, trassologik, daktiloskopik va sud ballistik ekspertizalari bo'yicha tadqiqotlar o'tkazilgan. 1958-yil 24-yanvar akademik Hadicha Sulaymonova tashabbusi bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Kengashining 35-sonli qaroriga ko'ra laboratoriya negizida Markaziy Osiyoda birinchi Toshkent sud ekspertiza ilmiy-tadqiqot institutiga asos solingan va institut o'z faoliyatini 1958-yilning 1-aprel kunidan boshlagan. Bugungi kunda Hadicha Sulaymonova nomidagi sud ekspertizada 50 turdagi tadqiqot turlari mavjud. Ular jumlasiga hujjat rekvizitlari ekspertizasining tadqiqotlari, hujjatlar materiallari ekspertizasining tadqiqotlari, sud filologiya ekspertizasi tadqiqotlari, sud xatshunoslik ekspertizasi tadqiqotlari, sud lingvistika ekspertizasi tadqiqotlari kiradi. Hadicha Sulaymonova ijtimoiy va ilmiy xizmatlari uchun Hurmat belgisi ordeni, Ulug' Vatan urushi davridagi shavkatlari mehnati uchun medali, O'zbekiston SSR Oliy Sovetining faxriy yorliqlari bilan taqdirlangan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-apreldagi 5987-son O'zbekiston Respublikasida yuridik ta'lim va fanni tubdan takomillashtirish bo'yicha qo'shma chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasining 2022-yil 8-noyabrdagi 128-son qarori 5-bandiga muvofiq Toshkent davlat yuridik universiteti talabalari hamda universitet qoshidagi mamlakat vosiq va nomidagi akademik litsey o'quvchilariga akademik Hadicha Sulaymonova nomidagi stipendiya joriy etilgan. Mazkur stipendiya bugungi kunda talaba yoshlarning Hadicha Sulaymonova ustozdek ilmga muhabbat qo'yishda va tinimsiz izlanishda bo'lishga undaydi. Hadicha Sulaymonova hayotining so'nggi daqiqasigacha o'z xalqiga sadoqat bilan xizmat qildi. Xalq ham o'z sadoqatli farzandini hech qachon yoddan chiqarmaydi. Menga hech bo'lmaganda yana 1 yil umr kerak edi. 1 yil ilmiy ishlarimni tugatib olishim uchun. Hadicha Sulaymonova.